Odam shunaqa ham o'xshash bo'ladimi? Sizlar ham bir ko'rishda rahmatli Sherali Jo'rayev deb o'yladinglarmi? Har kimni sarhisob qiladigan bitta zot bor. Iltimos, u zotning ishiga aralashmang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni konsertingizni plakatini qo'yganimda 2 milliondan oshib ketdi prosmotrlar. Layklarni gapirmasak ham bo'ladi. Bitta narsa shu. Postim hurmatli 2 dona bilet berasiz konsertga. 2 ta emas, 4 ta beramiz. Mana shu Abdurahmon Fozilovning jamoasiga Ramazon ichida mana shu fitnali reklamani ko'rib murojaat qilib chiqdimki, aziz bolalar, aziz do'stlar, yaxshi ish qilmayapsizlar. Kommentariylarni o'qinglar. Shuncha yurtimizni jahonga obro'sini taratgan insonni haqorat qilishga yo'l qo'yib beryapsizlar. Iltimos sizlardan buni olib tashanglar deganimda, Alloh uchun va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam uchun olib tashanglar deganda ham olib tashamagan. Endi ko'ryapmanki, Alloh Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning obro'lari hattoki bitta reklama va 4 ta biletdan ham past ekan. Endi tushundim. Nima uchun aynan bu imij? Bu imij orqali juda ko'p savollarga nuqta qo'ymoqchimisiz yoki Fishada ko'rinishimmi, do'ppimi, tormi? Men uchun imij emas bu. Bu meni hayotim bu, meni bolaligimdan shu qonimdagi hayot bu. Shunday narsalar bor ekanki, ba'zan gapirish shart emas ekanda. Indamasdan katta gaplar yoki ko'p gaplar gapirish ham mumkin ekan. Balkim shunday qabul qilishyaptimi buni muxlislar yoki xalqimiz. Botirni bo'lasi bilan kelishuvimiz bor. Shuning uchun men Botirga qarabmasu, men shu Botirni PR kompaniyasiga qarata aytyapman. Sizlar fitna tayyorlayotganlaringizni bilyapman. Mana bunaqa bir-biriga o'xshash bannerlar, fitnalar, xuddiki bundan 20 yil oldin pastlarni qalpoq kiyib yurgandek, yo oldin Sherali Jo'rayev taqiqda bo'lganda xuddi Sherali Jo'rayevning ashulalarini aytgandek, endi o'zlaringizdan bunaqa mard yasab olib, hozircha PRlar qilyapsizlar. Bilaman, konsertlaringizda ham baribir ssenariy yozilgan, xuddiki birontasi baqirishi kerak, voy Sherakani ashulasini ayt, bunaqa gaplar bo'ladi. Bunisini ham tushunyapman. Sizlarga bir eslatma. Biz Sherali Jo'rayevning muxlislari hali tirikmiz. Hali O'zbekistonda qonunlar ishlayapti, inshaalloh. Hozircha qo'llaringizdan kelganini qilib ko'ringlar. Undan keyin biz o'zimizning harakatimizni qilamiz. Barcha mana shu videoni ko'rayotganlar, eslab qolinglar. Mana bugun hali konsert boshlanmasdan 1-2 kun avvalgi bu gaplar. Konsert 25-aprelda boshlanadi. Bu videoni mana hozir qaysi kun ko'ryapsizlar, ko'rasizlar. Bu narsalar уже ssenariysi yozilgan. Konsertda ham baribir bular shov-shuv qiladi. Negaki bular уже to'xtamayapti. Negativ kommentariy yozsa ham hammasiga bular tupurib qo'ygan joyi bor. Bular uchun hozirgi kundagi pul, PR bular uchun muhimroq. Buni men lavzimda turganim uchun Rustamga Botirni bo'lasiga va'da berganligim uchun hozircha gapirmayapman. Inshaalloh konsertni eson-omon tugatsinlar. Botir bitta va'dasini buzdi. So'zidan bittasini buzdi. Nimaligini keyinroq bilib olasizlar. O'ylamaymanki yana shu ishni qiladi. Negaki Allohga bergan va'da bo'lishi kerak. Ko'ramiz qani bu yog'i nimaga olib keladi. Lekin eslab qolinglar, bu fitnalar tugamaydi. Aziz insonlar, barchamiz ulushimizni o'ylaylik. Barchamiz sarhisobni Alloh taologa berishimizni esimizdan chiqarmaylik. Har bittamizni boshimizdagi o'lim haq. Yo'q, men ustun bo'laman desalaringiz, qo'llaringizdan kelganini qilinglar. Zuriyot surasida eslatinglar, zeroki eslatmada musulmonlarga foyda bor degan oyatga qarata aytyapman. Eslatyapman. Bas qilinglar fitnalarni, iltimos sizlardan. Elimizni, yurtimizni, butun jahonga obro'sini taratgan insonni bu darajalik past qilmaylik, aziz insonlar. Aziz din ulamolari bo'lasizlar. Bilmadim u qaysidir katta lavozimdagilarmi? Bir insonni yomon ko'rishlaringiz bu jamiyatdagi fitnaga sabab bo'lishi kerak emas. Sherali Jo'rayev ham aybdor emaski, bu darajada xalqsevar ashulalarni yaratganligi uchun. Alloh uchun yana bir bor so'rayapman. Iltimos bas qilinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana oddiy bitta misol aytaman. Bir 100 yillar davomida bizdan 100 yillar davomida chiqishi qiyin bo'lgan odam chiqdi bizdan.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari shu odamni O'zbekistonga sig'dirmadik-da, qayerda? Fitna qildik. Umuman boshqa sohani olaylik. Sherali Jo'rayev. San'atkor oxirgi bir 50 yil ichida, mayli 30 yil ichida kimlar bizda? Aniq Sherali Jo'rayev bor. Chosmi eng zo'rini topganmiz-da, uni o'ldirishga harakat qilyapmiz.